Assalomu alaykum. O'rtog'im o'zim uyimda kelgandim. Mobil Lolo aytgan ekanki, onani peshonasidan o'ping, shunda sizni hayot peshonangizdan o'padi. Assalomu alaykum onajon. Alaykum assalom. Faqat qayermiga? Sonlaring yaxshimi? O? Qalisan sen? Mo kopta o'ynayapsan. Kel bir o'ynaymiz. O, Shu o'rtog'ing juda tarbiyali edi. Ha, bu farishtani o'zi. O'zingni o'rtog'ingni ham ko'ra olmaysanmi? Mantiqos qop. ona Nadar Gumbadze aytgan, onani uyida o't o'sgan bo'lsa, o'tni yulib tashlang degan. Qarang buni. Bu yerlarni qarang. O'rtog'ing maladesda, ish buyurmasa ham o'zi qilib ketaveradi. Ha, qilib ketaveradi. Bu iflos uyida bitta ham ish qilmaydi, bilasizmi shuni? Iching qora qozonni qo'ysa, seni iching bilan 5 ta farq topib bo'lmaydi. Onaginam, qaniydi hamma narsa siz ko'rgandek bo'lsa. Ha, iflos, maskani yech, farishta niqobingni yech, kuchuk. Ye? Taqdir o'yini. Sigara chakkosizlarmi? Sen sigara chakkossanmi? Sizdan ham hidi kelyapti. Sen chakkansan, o'rtog'ingga yuqqan. Ayamga nima deyman? Ayasiga nima deydi bu? Ayamga nima deydi? Men chakmadim. Ey Xudo! Mashnaqa o'rtoqlardan o'zing asra. Asl basharangni och. Basharam shu.